Assalomu alaykum, Bodom Moto yozgan filiali obunachilari. Bugungi xaridimiz elektrokar. Bodo kar deb tanigan xalqimiz. Kimga shunaqangi elektr mashinalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Ichki ko'rinishlari bemalol to'g'ri kishi ketadi. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kimga shunaqangi mashinalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qilishlari mumkin. Bitta zaryadda 100 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Hozir qishki kunida, yozgi kunida 150 kilometr yuradi. Oldi parallel LED. Bemalol gaydan nomer olib boshqarishlar mumkin. Agarda mashina minishga qiynaladigan mijozlarimiz bo'lsa, sizlar uchun 1 tonnagacha ko'taruvchi elektronik kabinkalarimiz ham mavjud. Bemalol o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Arqa bortlari 180 130 qilib ishlangan. Ikkita yonda o'zining alohida tiyagalari ham mavjud. Tepada o'zining luki hamda kabinasini bemalol o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqa gaz tomish, shaybachalis ko'rsatlar bilan jihozlangan. Shuna panelning qismlarigacha mavjud ekan. Rullarni bemalol o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Zatni kameralari ham bor. Buni yurish kilometri bemalol 70 kilometrgacha masofa bosib o'ta oladi. Zapaska ballonlari ham bor ekanlar. Bemalol pastdan telefon qilib kelishimga karim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.